Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan ekologiya va tabiatni muhofaza qilish fanidan 8-mavzuyimizni ko'rib o'tamiz, ya'ni tuproqlarning klassifikatsiyasi va tasnifi. Mavzu bo'yicha quyidagi rejalarni tuzib oldik va shu rejalar asosida sizlar bilan suhbatlashib olamiz. Ya'ni tuproqlar sistematikasi haqida tushuncha, tuproqlarning klassifikatsiyasi va tasnifi bo'yicha va taksonomiyasi bo'yicha sizlar bilan suhbatlashib ma'ruzamizni davom qilamiz. Boshladik. Tuproq absolyut va nisbiy yoshi ajratiladi. Ya'ni absolyut yoshi bu tuproq paydo bo'lishidan boshlab hozirga qadar o'tgan vaqt hisoblanadi. Yosh esa tuproq paydo bo'lish jarayonlaridagi bosqichlarning bir-biri bilan almashinuv vaqtini xarakterlaydi. Ya'ni bu misolda biz tuproqning tarkibi, xossalari, paydo bo'lish jarayonlari, tezligi, yo'nalishi, joyning relyeflarini tuproqning nisbiy yoshi deb hisoblab olsak bo'ladi va ekvator chizig'i bo'ylab tuproqlarimizning jigarrang o'rmon tuproqlari, qora tuproqlar, podsol tuproqlar, tundra tuproqlar, tog' tuproqlari, qumli cho'l tuproqlari va toshli cho'l tuproqlariga ajratib olamiz. Yer sharida keng tarqalgan ba'zi tuproq turlari, ya'ni tundraning tundra gley tuproqlari, tabiiy hududlarda esa bargli o'rmonlarning jigarrang o'rmon tuproqlari, nam ekvatorial o'rmonlarning federatlik tuproqlar va cho'l yarim cho'llarning serozem tuproqlari va dasht o'rmon, dasht qora tuproqlarini biz ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha yer sharida keng tarqalgan ba'zi tuproq turlaridan. Tuproqlarning rivojlanishiga keladigan bo'lsak, ya'ni muayyan bir sharoitlarda, tabiiy sharoitlarda tuproq paydo qiluvchi omillarning ta'sirida turli ona jinslardan tuproq profilining shakllanishiga tuproqning paydo bo'lishi deb nomlaymiz. Evolyutsiyasi deganda esa to'liq ravishda yaxshi shakllangan tuproqlarning turli yangi vujudga keladigan tuproq paydo qiluvchi omillari ta'sirida o'zgarishlari tushuniladi. Va mana bu yerda biz tuproqlarning evolyutsiyasiga keladigan bo'lsak, ya'ni tuproqlarning boshlanishi, ibtidoiy tuproqlar, kam rivojlangan tuproqlar, oddiy tuproqlarga va yetuk tuproqlarga evolyutsiyasi deb qarashimiz mumkin ekan. Va mana bu yerda tuproqlarning qalinliklarini, ya'ni o'sha qatlam qalinliklarini, ya'ni o'sha tuproqlarning unumdor qatlamini tushunib olishimiz mumkin. Ya'ni 0,50 gacha 51dan 80, 100, 101, 150 va 150 santimetrni tashkil qilar ekan tuproq qalinligi. Va bizni tuproq paydo qiluvchi tuproqlarimizni tarixiga keladigan bo'lsak, tuproq paydo qiluvchi jinslarning tarkibiga va klassifikatsiyasiga ko'ra Friedrix va Albert Fallular o'zlarining hissasini qo'shgan. Tuproqlarning kimyoviy tarkibi va tarkibiga asoslangan klassifikatsiyalashni taklif qilgan Vilgem va Knoplar va Dokuchay va Siversev genetik klassifikatsiyasi va hozirga qadarli o'z mohiyatini yo'qotmagan jahonning barcha mamlakatlarida qabul qilingan hamda shu asosda qator yangi klassifikatsiyalarni ishlab chiqqan va undan keyin yer yuzasi tuproq qoplami o'zining murakkab tuzilishi xilma-xilligi bilan xarakterlanadi. Tuproqlarning klassifikatsiyasi deb, ya'ni tuproqlarni o'xshash belgilari, kelib chiqishi, unumdorligi kabi xususiyatlarga ko'ra biz tuproqlarni bir qancha gruppalarga birlashtirishimizga tuproq klassifikatsiyasi yoki tasnifi deb nomlar ekanmiz. Tasnif arabcha so'zdan olingan bo'lib, saralash va tartibga solish degan ma'nolarni anglatadi va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Sistematikasiga ko'ra va taksonomik birliklariga ko'ra, ya'ni diagnostikasi va nomenklaturalarga ko'ra biz tuproq klassifikatsiyalarini ajratib olar ekanmiz.
Glinka klassifikatsiyasiga ko'ra to'rtta tipga ajratib olgan, ya'ni laterit tuproqlar va ikkinchi podzorlashgan tuproqlar va dasht tuproqlarga hamda botqoq tuproqlarga ko'ra klassifikatsiyalarga ajratgan. Tuproqlarni sistematikasi bu yer yuzasida mavjud bo'lgan barcha tuproqlarning turli tumanligi haqidagi, ularning diagnostik belgilariga asoslangan har xil guruhlarning orasidagi o'zaro aloqasi, bog'liqligini ko'rsatib beradigan ta'limotlardir. Ya'ni tuproqlarning sistematikasining asosiy maqsadi yer yuzida alohida mamlakatlar, davlatlarda tarqalgan tuproqlarning to'liq tizimi klassifikatsiyasini yaratishdir. Ya'ni tuproqlar sistematikasi tarixiy taqqoslash, geografik taqqoslash uslublariga, tuproqlarning evolyutsion rivojlanish tamoyillariga tayanadi va sistematika uchta vazifani bajaradi. Ya'ni yer yuzasida tarqalgan tuproqlar orasida sifat va miqdor jihatidan farqlarni aniqlab beradi, tuproqlar haqida imkon boricha to'liq ma'lumotlarni yig'adi va ketma-ketliklar bo'yicha ro'yxatini shakllantiradi, nomenklatura ro'yxati va klassifikatsiyasi tuziladi. Demak, tuproqlar sistematikasi tuproqlarning kengaytirilgan aniqlovchisi bo'lib, fanda ma'lum bo'lgan har bir tuproqning mukammal ta'rifini bermog'i lozimdir. Tuproqlarning klassifikatsiyasining rivojlanish tarixida to'rtta etapni ajratishimiz mumkin. Ya'ni Dakuchayevgacha geologiya, kimyo, fizikaviy klassifikatsiya prinsiplari ustun bo'lgan bo'lsa, Dakuchayev-Siberskiy Glinkalar tomonidan solingan tuproqlarni genetik klassifikatsiyalash prinsiplari ishlab chiqargan va hozirgi davrda taxminan 50-yillardan taksonomik birliklar, diagnostik ko'rsatkichlar tizimi uzr-kesil ishlab chiqilgan va mamlakatlarda tuproqlarni milliy klassifikatsiyalash, tuproq paydo bo'lish rejimlari, ekologik sharoitlar ancha to'liq hisobga olingan va yangi davrda ham klassifikatsiyalashda taksonomik birliklar bo'linmalaridan to tipchalargacha bo'lgan tip turlari darajalarini egallagan holda antropogen o'zgarishlarning barcha bosqichlari hisobga olingan va tuproqlarni ushbu jadvalimizda klassifikatsiyasining umumiy sxemasini ko'rib olishimiz mumkin va sxema bo'yicha ekologik genetik gruppalarga yoki sinflarga ajratilgan va namlanish darajasiga ko'ra tuproq tiplarini genetik qatorlari ushbu jadvalimizda berib o'tilgan va stollar bo'yicha yuqori taksonomik birliklar sifatida tuproqlarning tuproq paydo bo'lish jarayonlari litogenezmining nisbatini namoyon etadi. Bo'limlar profili tuzilishi asosiy elementlarning o'xshashligi, ularning tuproq paydo bo'lish asosiy jarayonlarni hosil qilishidagi birligi bilan xarakterlanadi va tuproqlarimiz podzol tuproqlar atamasini Dakuchayev ilmiy adabiyotlarga kiritgan va botqoq tuproqlarni kelib chiqishi asosan ikki yo'l bilan suv havzalarining torf bosishi va quruqliklarning botqoqlanishi natijasida ro'y bergan va qora tuproqlarning hosil bo'lishida, ya'ni biologik aylanishning muhim xususiyati, ya'ni o'simlik qoldiqlari har yili tuproqqa tushadigan azot kul moddalarining ko'p to'planishidir. Ya'ni bu qora tuproqlar ko'proq o'sha Moldaviya, Ukraina va boshqa davlatlarimizda, G'arbiy Sibirda hamda Shimoliy Qozog'istonlarda juda ham keng tarqalgan. Surqo'ng'ir tusli tuproqlarimiz, ya'ni quruq cho'llarni kserofit efemerli o'simliklar ta'sirida kechadigan tuproq paydo bo'lish jarayonlarini o'z ichiga oladigan ba'zi bir xos xususiyatlar bilan belgilanadi. Taksonomiya so'zi grekcha texas, ya'ni tuzilma, tartib, baholayman, nomus, qonun degan ma'nolarni anglatib o'tadi. Qandaydir bir obyektni sistematikasida, klasslarda, darajada yoki o'rinlarda baholaganimizda biz taksonomik birliklardan foydalanib o'tamiz. Ya'ni taksonomik birliklarimiz tuproq tipi, tipchasi, fatsiyasi, avlodi, turi, turxili va razryadlari bo'yicha taksonomik birliklarga ajratib o'tamiz. Ya'ni tipda tuproq paydo bo'lish jarayonlarida kechadigan hamda o'xshash fizik, geografik